70 000 so'm deb atat uyda. Qanchani tug'an uy ekan? Ekini toptur uy. Torpog'i bilan. Bahası 70 000 so'm. Torpog' urg'och erkakmi? Torpog' erkak ekan. Qancha? 80 000 so'm deb atadigan uydun bahası. Qanchani tug'an? 5 tug'an uy ekan. Torpog' erkak urg'och. Erkek. Torpog' erkak ekan. Qanday qavur? Universal. Qancha litr süt beradi bir sag'anda? 12 litr. Bir sag'anda 12 litr beradi. Ya bir günlük. Bir günlük sütü 12 litr beradi ekan. Jelini ko'ringizlar, jelini yaxshi uy ekan. Bu qancha oldi? Qancha deb otasiz? 70 000 so'm deb otadigan uyda. Torpog'i qayerda? Üstünde de. Kuy çakında 10 gün. Yaqin arada to'ytgan 10 kunning ichida. Bahası 70 000 so'm. 4 tug'an uy. Aloy satıldı mı? Qancha oldu? 59,5 ming so'm bo'libdir. 60 ming bo'ldi deydi. 59,5 mingga mana aloy satıldı. Torpog'i bilan. Torpog' erkak torpog' ekan. Buqalarning bahası qancha? Bularning bahası 45'te 90. Buqalar 45 ming so'mdan deydi, eko 90 ming so'm. Aka uydun bahasını aytib qo'yingchi. 80 ming so'm deb atat. Qanchani tug'an bu? Mana torpog' ikinchi bolasi ekan. Bahası 80 ming so'm. 100 bilan hisoblaganda 1 2 1 yil qisir qolgan ekan. Ama yil sayin esa yil sayin birden oshiladi, tug'anda oshiladi. Mana yüzün ko'rsangizlar, bile turganlar bo'lsa. Qara uydun bahası qancha ekan? 75. Qanchani tug'an bu? İkinci olası. Shunday bu. Ha, mana bu. 75 ming so'm deydi. Mana torpog' ikinchi torpog'. Bahası 75 ming so'm. $75 ming so'mlik uy. Bunaqangiz qancha? 62? 62 ming so'm. Devotar. Qanchani tug'an bu? Mana torpog'i, ikinchi torpog' ekan. Uydu qancha deyapsiz? 65. Qanchani tug'an? Bu 5. balası. Mana 5-chi torpog' ekan. Bahası 65 ming so'm. Ha. Sen WhatsApp'ta her gün ben YouTube'da o aklıma YouTube'da çıkarırsan böyle. Qancha süt beradi aka bir sag'anda? 15 litre. 15 litrgacha beradi deydi. Ikinchi torpog'i deydi ana uni. Mana qulog'ing qancha? 38. Torpog'i bormi? Ha? Torpog'i bormi? Torpog' satıyor. Qanchani tug'an bu? Ha? Qanchani tug'an? Bir de topla. Birinchi torpog' ekan-da. Jemlari yaxshi ekan, jemlari. Bunaqasining bahasi qancha?
Qancha tugan? 45 ming so'm kam bor deydi Qonajin. Mana birinchi torpoq ekan. Bahası 45 ming so'm. Murat, mana uydun bahasini aytingchi. Aytsangiz qancha? Qancha? 90 ming so'm deydi uydun bahası. Jelin başı, jelinlari yaxshi ekan. 90 ming so'm. Qanchani tug'an ekan? 3-chi bolasi ekan. Müyüzden hesaptegende 4 bolatken, tişten hesaptegende 3 bolatken. Özünüzler hesaptep görüңүздөр, qaysınısına işenesizler. Müyüzde alıp canlı tunguçtu karasam, oşonda dele sızık bulat birer kısımda. 3-4 sızıgan boldu. Tüyelekten bir sızık bol kolata özünçeler. Özünçe sızık bolu öğret. Atış müyüzde kıyın. Torpaq erkek mi kaçı? Torpaq erkek. Erkek torpaq ekan torpaq. Ayt koyunçu. Bahası 75 bin. 75 ming so'm ekan uydun bahası. Torpaq erkek bir urg'achi mi? Urg'achi. Qanchani tug'an bul? 3-chi? Üçüncü balası ekan şu torpaq. Şu torpaq 3-chi torpaq ekan. Sizdikinin bahası qancha ekan? 100 ming so'm. Qanchani tug'an? 100 ming so'm deydi. Mana torpaq 3-chi torpag'i. Torpaq 3-chisi. Qancha satıldı mı? Qancha satıldı? Ha? 32.200 bor. Mana torpaq 32.200 ga satıldı. 32.200 so'm. Bir jashar torpaq. Mana ko'k torpaq qancha ekan? 35 ming so'm deydi ko'k torpaqda. Bir jashar torpaqlarda bular. Qancha satding buni? Buna qancha oldu? 35 kami var. Buni 35 ming so'm kam bor deydi. Bir jashar torpaqlar bular. Bir jashar torpaqlar 35 ming so'm kam bor deydi. Sizniki qancha? Bu torpaq 40 ming so'm kam bor deydi. Cho'ng'ay o'tirgan torpaq ekan. Akamla torpağımızın bahası qancha? 36. 36 ming so'm deydi. Bu dağı bir jashar torpaq. Torpaqlarning bahası qancha? 35 ming so'mdan deydi. Bir jashar torpaqlar. Beş ming so'mdan. Demeye çıkar beni de aslında. Aka, mana qancha? 35 ming so'm deydi bu dağı. Bir jashar bu dağı. Bir jashar torpaq. 35 ming so'm. Jazga bir jashar bo'ladi deydi. 15. Qancha deyapsiz? 25. 25 ming so'm deydi. Sarı torpaqda bir jashar. Qanchaga so'rayapsiz? Ha? 24 mingga so'rayotgan alarmanlar. Bahası 24 mingga bermey aytadi. Aka, Qunajin qancha? 29 ming so'mga satıldı deydi mana Qunajin.
bo'ladi 9000 so'm. Aka buqangizning bahosi qancha? 34 ming so'm deydi. Bir yashar ha? Oqsoqol qancha mana? 45 ming so'm. Kam bor. 7 oyliqmi? 7 oyliq turib ekan. Pishkekski. 42 ga bermay aytasizmi? 42 ga bermay aytam deydi. Sizniki qancha sizniki?